Assalomu alaykum barchaga. Xudo xohlasa Optim markazini Jizzax viloyati Jizzax shahridagi filialimizda ishlab chiqarish joyimizda Ratans do'stlarimiz bitta ishsiz to'la yetib keldi. Inshaalloh tashrif buyurishingiz mumkin yoki pastdagi nomerga telefon qiling. Manzilingizgacha bepul, yani tekin yetkazib beramiz. Agar siz musofirchilikda bo'lsangiz, pastdagi nomerda Telegram bor. Telegramdan yozsang, barcha mahsulotlarimiz narxlari bilan tashlab beramiz. Narxlari 2.400.000 so'mdan boshlanadi. Oynalari kalyonli, rezinalar o'ta qalin, umuman hid chiqarmaydi. 5 yilga garantiya beramiz. Lola fasoni, kreslo fasoni, kromka, shtapik narxi bir xil, 850.000 so'mdan boshlanadi. Viloyat markazidan chekkasidan farqi yo'q, tekin yetkazib beramiz. Taxtasi kim ekranimiz narxi 2.300.000 so'm, uzunligi 2 metr, bemalol 2-3 avlodga yetadigan darajada bir xil. Bu videomizga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Xudo xohlasa yaxshi kunda yetkazib beramiz. Va kreslo fasonimizni dastavka jarayoni bunimiz xudo xohlasa Gulistonga ketmoqda. Bemalol pastda ko'rsatilgan nomerga telefon qilsangiz, istalgan viloyatingiz, istalgan manzilingizgacha bepul, ya'ni tekinga yetkazib beramiz. Ratans do'stlarimizni Qoraqalpog'iston Respublikasiga ketyapti, Nukus shahriga inshaalloh. Bularda ham dastavkasi O'zbekiston bo'yicha bepul. Kromka, shtapikmi farqi yo'q. Oynalari bularda rezinalari ham qalin, oynalari kalyonli bo'ladi. Bunimiz esa Samarqand viloyati, Samarqand shahriga ketyapti. Dastavka O'zbekiston bo'yicha bepul. Konteyner temirlarning har xil mahsulotlarimiz bor. O'choqlar narxi 150.000 so'mdan boshlanadi. Lotka qayiqning narxi 1.500.000 so'mdan boshlanadi. Molga, qo'yga oxir desangiz, ulardan ham bor. Narxi 200.000 so'mdan boshlanadi. Istalgan razmeringizda, istalgan chuqurligingizda bor inshaalloh. Oddiy do'stlarimiz lola fasoni, kreslo fasoni, kromka, shtapik hammasidan bor. Narxlari 850.000 so'mdan boshlanadi. Lolalarda ham bukilgan joylar zavodskiy apparatda bukkamiz, orqaga suyanganingizda sinib ketmaydi. Optim markazi viloyat va shaharlarda filiallarimiz juda ko'p. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Biz manzilimizni oshkor ayta olamiz, chunki mijozlar rozi qilib kelyapmiz. Bu manzilimiz Jizzax viloyati Jizzax shahar, o'sha katta trassa voqea o'tadigan betonka tarafdan kelsangiz o'ng qo'lda.